O'zingdan ko'r. Seni so'ragan telefoningiz 16 Pro. Aka, rahmat, kattakon. Tan narxi $1000, bir oyga so'radingiz, $1,500 qaytarasiz. Ha? 1,5 Bir oyga $1,500 hazillashyapsizmi aka? Qimmat u. Olmayman telefoningizni voy. Sen nima unda chaqirding o'g'ra qilib? Senlamasdan gapir. Endi o'zingdan ko'r. Senin tishdimi nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi aka? $1000lik telefonni $1,500 deyapti. 1,5 mingga? Ha? Как раз o'zbekmi kelib qolibsiz. Korteldan xabaringiz yo'qmi? Yo'q aka, eshitmagandim. Bu aytayotgan 1 oylik summani 1 yilga bo'lib to'lashga chiqarib beryapti-yu. Xohlasiz yuring ko'rsataman. O'zingiz qilib berasizmi aka telefon? Ha, gaplash hal qilamiz, yuring. Bo'ldi aka. Mana men sizga aytayotgan kortel mana shu bo'ladi. Hozir 16 Pro so'rayapsizmi? Bering, 16 Pro izdan bering. Muddatli to'lovga qilib beradi. Pasportingizni bering. Mana aka, pasportim. Mana senimga 1 yil muddatga shu 16 Pro chiqarib bering. Mana sening 16 Pro'ingiz tayyor. Mana pasportingiz mana. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Voy rahmat aka, rosa xursand bo'ldim. Kelib turing sening. Xo'p. Kartel do'koni borligini bilganimda shuncha muammo bo'lmasdi-ya.